Assalomu alaykum aziz do'stlar. Jatkani qo'ydik. Yig'amiz, ya'ni yig'dik. Aylantirgan vaqt to'xtab aylanyapti-da. U yoqdan dedik, bu yoqdan dedik, redaktordan dedik. Bo'lmadi. Oxiri zanjirlarni ochib tashladik, baribir qiladi-da. Keyin bunisi redaktordan dedik. Buni hay ochmadik. Keyin ana bu ish edi. Shuni bir nima qilib ko'rsak, shundan kelib chiqsa bo'ladimi? Hozir zakon aylanyapti. O'sha uchun kardandan qo'rbaninglar, shassoni kardan nima qilar ekan? Kardan, ya'ni ana bu yerdan ham qimirlaydi, mana bu yerdan ham qimirlaydi. Ikki joyidan ana bunaqasiga qimirlab aylanardi. Bu yo'q esa tiralib aylanadi, to'xtab. Jatkachilar hay biladi. Bilmaydiganlar uchun. Lekin o'rishi zo'r ekan. O'rishiga gap yo'q. Ana shu bunaqa problemalar bo'lyapti.